sog'misiz? Hammamiz sog'miz, yanglishga tayyormiz. Juda yaxshi. Hozir matematika darsi. Matematika darsi bizni nima o'rgatadi? Bolalar hamma ishda kerakli hisob-kitob. Hisobni bilmasangiz, holingiz bo'lar harom. Xo'p, matematik maqollar aytamiz. Qani, matematik maqol. Diyora? Sanamay 8 dema. 8 soni qatnashadi. Juda yaxshi. Yana Toyir? Bitta guvohlikda. Qaysi soni qatnashadi? Juda yaxshi. Yana qani? Yaxshi otga bir qancha yomon otganing qancha? Ming. Juda yaxshi. Yana Rahimaxon? Saxovat 1000 darkada bor. Demak, qaysi son qatnashyapti? Ming. Ming. Juda yaxshi. Yana Xo'p, 40. Barakalla. Yana Azizbek? Chumoli bir tomchi ham daryo. Bir tomchi suv ham daryo. Demak, Bir son qatnashyapti. juda yaxshi. Rahmonali? Qilganga bir tanga til bilganga Mingdayga. Juda yaxshi. Ming. Barakalla. Buni sotgan yerga mingni bilan elga boy bilan Juda yaxshi. Ibrohim? kimlardir? Fardosh 41 bilan 40. Juda ham yaxshi. Bobir? Juda yaxshi. Yana Jasur? Bitta bolaga 7 mahal otadi. Bir bilan 7. Juda yaxshi. Muhammadali? Bir qo'zg'olmas. Qilolmas. Qaysi sonda qatnashyapti? Juda yaxshi. Qani Qudalieva? Bilagi zo'r mingni, bilagi zo'r birni yiqar, bilimi zo'r mingni, bir bilan ming. Barakalla. Ilmsiz bir yashar, ilmli ming yashar, ming bilan bir. Juda yaxshi. Toyir? Beli bo'lgancha oltin oyog'i bor. Juda ham yaxshi. 5 bilan 6. 5 bilan 6. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Faolsiz maqollar aytishda. Bizni o'tishdan oldin ozgina qizib olamiz. Miyalarni charxlab olamiz. Aqlni charxlab olishimiz uchun siz bilan biz matematik diktant yozib ketamiz. Tez oldingizga chertnaviklaringizni yoki planshetlaringizni tayyorlab olasiz. Men sizga matematik diktant aytaman. Tayyormisiz diktantda yozishga? Xo'p, keling, bundan boshladik. Bir yilning oylariga hafta kunlarini qo'shing. Hafta kunlarini qo'shing. Qo'shganingizdan keyin yig'indi chiqadi, to'g'rimi? Yig'indidan qo'shganingizda chiqqan yig'indidan hafta kunining payshanba kuni tartibini ayring. Ayırdingizmi? Ayirganingizda albatta javob ayirma chiqadi. Ayirmagan insonning jamiki qo'l barmoqlari sonini qo'shing. Qo'shganingizdan keyin albatta yig'indi chiqadi. Qo'shilgandan keyin yig'indi chiqadi. Yig'indini haftaning juma kuni tartibiga bo'ling. Bo'lganingizda chiqqan javob turdagi birinchilari 5. Endi izohlab beradi qani? Birinchi, bir yilning oylariga hafta kunlarini qo'shing deganda qaysi qildingiz? 12 qo'shib 7 7. 12 oyimiz bor, haftamiz 7 kundan iborat. Juda ham yaxshi. Keyingisi chiqqan javobga payshanba kuni tartibini ayring. 19 ayrim 4. To'g'ri, payshanba kuni chunki haftaning 4-kuni. Juda yaxshi. Keyin ayirmadan insonlarning jamiki qo'l barmoqlari sonini qo'shing deganda insonda 10 ta barmoqlar 15 qo'shu 10. javob 25. 25. Yig'indini haftaning juma kuni tartibiga bo'ling. 25 bo'lib 5 javob 5. Juma kuni chunki haftaning 5-tartib kuni bo'lgani 5 ga bo'ldik, javob 5. Turdalibaga qarshi yaxshi. Ana endi bugun sizlar bilan ajoyib bir metoddan foydalanamiz. Diqqatimizni do'stga qaratamiz. Bugungi metodimiz misolli piramida deb nomlangan. Ko'rinishi xuddi piramidaga o'xshaydi, lekin piramidamiz 3 bosqichga bo'lingan. Diqqat bilan qaragan bo'lsangiz, birinchi bosqich, ikkinchi bosqich va uchinchi bosqich. Endi siz nima qilasiz? Nima uchun 3 bosqichga bo'lingan degan savol tug'ilishi. Birinchi bosqichimizda misollarimiz osonroq, ikkinchi bosqichda esa misollarimiz o'rtacharoq, uchinchi bosqichimizda misollarimiz murakkabroq berilgan. Bu misollarni hammasini biz og'zaki hisoblaymiz. Ana endi hozir jamiki bu yerda 15 ta misolimiz bor. 3 ta qatordan har bitta qatordan bitta o'quvchi chiqadi. Xohlagan
bosqichni tanlaysiz, xohlang. Menga qiyinchilik tug'diradi desangiz, birinchi bosqichdagi misolni ishlang. Men matematikani zo'r yechib qo'yaman deganingiz, 3-bosqichni misolidan olib ishlaysiz. Lekin jarayon qanday ketadi, qaysi bosqichni misolidan olib ishlasangiz, shu bosqichni bali sizga berib boriladi va oxirida natijalar hisoblanganda qaysi qatorning bali eng ko'p to'plansa, ana shu qatorimiz g'olib bo'ladi va to'g'ri ishlagan o'quvchilarimiz baholanib, rag'batlantiradi. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshlaymiz. Birinchi qatordan boshlaymiz. Qani kim chiqadi? Birinchi qatordan kim chiqadi? Muhammadxon chiqadi. Ketdik. Muhammadxon, qaysi bosqichdagi misolni tanlaysan? 3-bosqich. Ol, xohlagan misolingni olasan. Hop, o'qiysan. Qani bozorga qarab, necha ekan? 900 urug' 30 barobar Necha bo'ladi? 900 ni 30 ga bo'lsak, 30. 30 bo'ladi. Qarshi javob. Birinchi qator 3 ballni qo'lga kiritishdi. Barakalla. Hop, ikkinchi qatorga kelamiz. Qani ikkinchi qatordan kim chiqadi? Hop, qani kim chiqadi? Bu o'rta qatorda Toyirov chiqadi. Qaysi bosqichdagi misolni tanlaysan o'g'lim? O'qiymiz, o'quvchilarga qarab. 3000 yo'li 3. 3000 ni 3 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi jon? 1000 bo'ladi. Qarshi javob. Yaxshi, oxir 3-qatordan kim chiqadi? Farruh. Qaysi bosqichdagi misol tanlaysan Farruh? 3-bosqich. Yaxshi. O'quvchilarga qarab o'qiymiz qattiq. 5000 bo'lu 2. 5000 ni 2 ga bo'lamiz. 2500. 2500 juda yaxshi. Qarshi javob. Demak, qarshida qatorimiz 3 balldan qo'lga kiritdi. Davom etamiz. Yana birinchi qatorga keldik. Qatordan qani kim chiqqan Shamdan? Qaysi bosqichda tanlaysan? 3-bosqichdagi misollarimiz kamayib boryapti, ishlanyapti. Yaxshi, qani? 500 ko'paytiramiz 2. 500 ni 2 ga ko'paytirsak 1000. 1000 bo'ladi. Qarshi qatordan qani kim chiqqan? Bobur. Qaysi bosqichdagi ishlaysan? 3-bosqichdan ishlaymiz. Yaxshi, 3 ballni qo'lga kiritamiz. O'qiymiz o'quvchilarga. Eshit, qattiqroq o'qiymiz. 4500 qo'shamiz 250. Aha, 4500 ga qo'shamiz 250 ni 4750. 4750 qarshi. Ketdik. 3-qatorga keldik. Qani kim chiqadi? Hop, bu qatordan qani kim chiqadi? Muhammad Ali. Tezsiz. Qaysi bosqichdagi misolni ishlaymiz? 2-bosqichni tanlayapmiz. Yaxshi, 2 ballni qo'lga kiritasiz agar misolni to'g'ri yechasiz. Ketdik. 8 qo'shamiz 22 ga 130. 130, 108 ga 22 ni qo'shsak, 130 qarshi. Yaxshi. Birinchi qatorga keldik. Qani kim chiqadi birinchi qatordan? Hop, birinchi qatordan qani Kamron chiqadi. Qaysi bosqichdagi misolni tanlaysan o'g'lim? O'rtadagidan. Demak, 2 ballni qo'lga kiritmoqchi. Misolni o'qi. 180 bo'lu 2. 180 ni 2 ga bo'lsak, 90. 90 qarshi javob. O'rta qatordan qani Ozod nima? Hop, demak o'rta qatorga keldik. Qani kim chiqadi? Otabek. Qaysi bosqichdagi misolni tanlaysan o'g'lim? 2. Demak, 2 ballni qo'lga kiritishmoqchi. Demak, misolni to'g'ri yechasiz, 2 ball sizniki. 130 bo'lamiz 2 ga. 130 bo'lsak 2 ga 65. 65 qarshi javob. O'rta qator, oxirgi qator qani Jazm chiqadi. Tez. Qaysi bosqichni ishlaymiz? 2 ni ishlaymiz. 2 ballni qo'lga kiritamiz. Misolni to'g'ri yechasiz. Qani? 300 bo'lamiz 50 ga. 300 ni 50 ga bo'lsak 6. 6 bo'ladi. Qarshi javob. Davom etamiz. Birinchi qatordan qani kim chiqadi? Dilzoda. Chiq qizim. Demak, qaysi bosqichni tanlasangiz ham ball beriladi. Maqsad misolni to'g'ri yechish. Hop, o'qiymiz. Ovozingiz chiqadi. 55 qo'shuv 55. 55 ga 55 ni qo'shsak 110. 110 qarshi javob. O'rta qatorga keldik. Dora chiqadi. Qaysi bosqichdagi ishlaysan? 2-bosqichdagi misolni ishlaymiz. Qani, ovozingiz chiqadi o'quvchilarga aytamiz. Bo'lamiz 2 ga. 100 ni 2 ga bo'lsak 50 bo'ladi. Qarshi javob. Davom etamiz. Oxirgi qatordan qani kim chiqadi? Rahimaxon.
2'ga bo'lsak 32. Oxirgi qatordan qani kim chiqadi? Bu qatordan kim? Shahodat chiqadi. Qani? Bitta misolimiz qoldi. Agar yecha olsangiz, guruhingizga 1 ball berasiz. O'quvchilarga qarab qat-qat o'qiymiz bizlar. 40 qo'shuv 50 90 bo'ladi. Qani? Endi esa natijalarni hisoblab chiqaramiz, keyin ko'ramiz. Natijalarga qaraymiz. Birinchi qatorimiz 10 ball yig'ishibdi. O'rta qator 11 ball va oxirgi qator 9 ballni yig'ishibdi, misollari yechib. Demak, ma'lumki, o'rta qatorimiz 11 ballni yig'ib, bugungi misolli piramida metodining g'olibi bo'lishni qat'iy